Ko'pchilik so'rayotgandi, o'zi sizlardagi ashap atiri originalmi, yo'qmi deb. Shuning uchun 3 xil versiyadagi o'sha ashap atirini olib kelib qo'yganmiz. Buni ikkitasi original emas, bittasi original. Hozir men buni farqlarini ko'rsatib beraman. Hop, birinchisi mana o'sha ma'lum, ustida korobkasi yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi, orqa tarafini, yon taraflarini. Yon tarafida pechati ham yo'q. Bunisi eng arzoni modelka versiyasi bo'ladi. Hop, buni yonga olib qo'yamiz. Hop, yana bitta versiyasi chiqqan hozir. Bu juda ham o'xshash qilib chiqarishgan o'zi. Yonida o'zining korobkalari bor, yonida pechatlari ham bor. Har tomonlama originalligiga juda ham yaqin qilib ishlab chiqarilgan. Lekin buni ham bitta farqlari bor. Hop, birinchi farqi orqasidagi mana bu atirni rasmida ko'rsanglar bo'ladi. Bunisi sal to'qroq, bunisining rangi sal ochiqroq. Bunisi originali. Ustidagi korobkasini ochganimizda mana ko'rishingiz mumkin, orqa tarafida originalida shunaqa informatsiyalari bor. Padelkasida bu narsa yo'q. Xuddi mana bu arzonchi versiyasiga o'xshagan ozgina informatsiya yozib qo'yilgan. Hop, keyingi farqini ko'rsatib beraman. Bu asosiy farqi, bu ichini ochganingizda bo'ladi. Hop, originalida mana ichini ochgan paytingizda ichki tarafi ham ko'k rangda bo'ladi. Keyin shunaqa oq logotip tushirilgan bo'ladi. Bunisini mana ichini ko'rsanglar bo'ladi, o'zi qora rangda, bunaqa logotipi ham yo'q. Originali bilan o'zi farq qilib turadi. Shunaqa qilib bemalol ajratib olsanglar bo'ladi. Agar bizdan buyurtma bersanglar, shunaqa originalni yetkazib beramiz.